Orzuyingizdagi tilla brasletni, zirakni yoki uzukni bugunoq xarid qilishingiz mumkin. Pulini esa bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Faqat bitta sharti, bu tillaning qiymati 100 million so'mdan baland bo'lmasa bo'ldi. Cartier'dan braslet, Van Cleef'dan sepochka yoki Bulgari'dan zirakmi, buning umuman farqi yo'q. Faqat qiymati 100 million so'mgacha bo'lsa va men sizga aytadigan 3 ta shartga to'g'ri kelsangiz bo'ldi. Jinsingiz muhim emas, eng muhimi yoshingiz 18 yoshdan 75 yoshgacha bo'lsa bo'ldi. Hozirgi kunda kredit qarzingiz mutlaqo qoplangan bo'lishi kerak. Hattoki siz qora ro'yxatga tushgan bo'lsangiz ham hech qisi yo'q. Eng muhimi qarzingizni qoplagan bo'lsangiz bo'ldi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan doimiy propiskangiz bo'lsa, biz sizga aytgan va'damizni bemalol bajara olamiz. Aytgancha, eng asosiy joyini aytish esimdan chiqibdi. Shundoq ham MIBdan qarzingiz yo'q. Men sizga ishonaman. Lekin mabodo radar yoki kameradan kelgan shtraflar MIBga o'tib ketgan bo'lsa, avval o'shani to'lab, keyin kelishni unutmang.